Assalomu alaykum she'riyat shaydolari, g'azal muxlislari. Bu gal sizlar bilan ketgum kelur g'azalim orqali uchrashamiz. G'azal nima? U qanday yoziladi? G'azal shoirning lirik ichki kechinmasidir. G'azal yozilishdan oldin tema tanlanadi. Tema tanlash deganda biz temani tanlashimizdan ko'ra g'oyibiy holda bo'lganligi ma'qulroqdir. Yozilishi: birinchi bayt A. Keyingi baytlar B.A bo'ladi. Mana shu B.A tarzda baytlar davom etadi. Baytlar ko'pincha 5, 7, 9, 10, 11 ya'ni qopiyadosh so'zlarni davom etishiga bog'liq. Agar tema mazmuni jihatdan yaqin topib qolmasa. G'azal aruz vazminida yoziladi. G'azal bizning mumtoz adabiyotimizda divan tuzishda asosiy o'ringa ega. Kecha men nechun keldik she'rimda barmoq vazniga tushuncha beruvdim. Barmoq vazni asosan 9 bo'g'inda yoziladi. Aruz vazni barmoq vaznida ancha salmoqli. Aruz faulatin usulida yoziladi. Yoki bo'lmasa ikkinchisi faulatin. Yoki uchinchisi faulatin. Bularning turlanishi yana ham bor. Ya'ni 3 ta turini aytdim. Bu turi bir-biridan qayerdan farq qilyapti? Farqi sherdaki, birinchisida turoqi 8 bo'lsa, ikkinchisida 8-7, uchinchisida 7 bo'lib kelyapti. Ya'ni bo'g'ini ham 16, 15, 14 bo'lib kelyapti. Shundan qaysilisini tanlasangiz shu usulda yoziladi. Masalan, men mana ketgum kelur g'azalimda tanlaganman. Na istakki ko'kka boqib malaklarni tutgum kelur. Ana bunda qarang. Na istakki faulatin ko'kka boqib faulatin malaklarni tutgum kelur. Faulatin demak 8 jami 16 bunda. Mana shu gul husniga zor bo'lib haq vaslga yetgum kelur deb g'azal yaqin topganda ham mana shu yangi yuqoridagi men ta'kidlab o'tgan bugun ya'ni 8 turoq ya'ni bugun 16 shu bir xil usulda davom etib kelib shunda tugayapti. Mana shu yerda boshdan adog'gacha shu g'azalning mana shu holda tugagan. Faulatin usulida tugagan. Boshlanib tugagan. Endi bunda ritm ham bunda bir xil holatda keladi. Siz masalan ritmni deganda nimani tushunishimiz kerak degan savol kelib qolsa, ritm masalan mana misol tarzida poyezd relsda kelyapti. taqataq devorsa, ikkinchi ovoz chiqsa, u ritm buziladi, ohang ketadi. Syujet esa o'sha tanlangan temaning mazmuni bir xil yo'nalishda ketishi. Masalan, daryo egri bo'lib oqqan bilan bir xil yo'nalishda oqadi. Xuddi o'sha daryoning oqimi o'sha daryoning o'ziga syujet bo'la oladi. Bizni she'rimizda ham, g'azalimizda ham mana shu syujet mazmuni bir xil daryo misol oqib ketishi kerak. Ana endi
Masalan, men endi nima uchun she'rimga ketgim kelir deb tema tanladim. Bundan oldin bir abzas yuqorida bitta gapni aytib o'taylik. G'azal o'zi qanday, nima holatda yoziladi degan so'zga javob, g'azal mehr muhabbat bilan mijoziy ishqda yoziladi. Barkamollik darajasi ulug' bo'lsa, ilohiy ishqda yoziladi. Insonlar baxt saodatiga xizmat qilib, haqqa intinadi. Men nima uchun g'azalimga ketgim kelir deb nomladim? Biz hali bu realistik hayotda yashar ekanmiz. Illatdan xoli bo'lib, qalbimizni fazilat gavhari bilan sayqal toptirganimiz yo'q. Tasavvuf olamiga ko'tarilmoq kerak. Tasavvuf olamiga ketgim kelir desak ham bo'ladi. Shu uchun tasavvuf olamiga qarab ko'tarilib, tasavvuf olamida chiqib, ya'ni inson tasavvuf olamiga ko'tarilmaydi gavda bilan. On, fikr, aqlan tasavvuf olamiga ko'tarilib, biz realistik hayotga boqishimiz kerak. Ketgim kelir g'azalimni o'qib beraman. Nastakki ko'kka boqib, malaklarni tutgim kelir. Yalg'on dindan boshim olib, hur makonga o'tgim kelir. Ishq alovi tanni yoqdi, tomosha qilar samandar. Mashrabdayin ishqim toshib, makonimdan ketgim kelir. Nafsi dunyo haram etar, pok yaralgan tana ruhni. Yomg'irlarda javrab uvib, tanni chayib olgim kelir. Iymon so'zi yerda bo'ldi, yengil yelpizlar o'yinchoq. Malak sifat mutlaq bo'lib, parikonda qolgim kelir. Odam zotini bino qilgan Rabbil olam husni xulqdan, rasvoyi bu holdan qochib, azalimga qaytgim kelir. Riyosumul ilmi amal soxta surat azor bergay. Topsam nishon ixlos qilib, la makonga uchgim kelir. Riyosumul ilmi amal soxta surat azor bergay. Topsam nishon ixlos qilib, la makonga uchgim kelir. Darvish Manat Nurmuratning ko'ngli tilar yordan ruxsor. Gul husniga zor bo'lib, haq vasliga yetgim kelir. Salomat bo'lingizlar. Sog' bo'lingizlar.